Ko'pchilik tadbirkorlarimizdan keladigan va o'zimiz sud amaliyotlarida qatnashayotgan bir qancha ishlarimiz bor. Bulardan soliq, ortiqcha to'langan soliq summasini qaytarish bo'yicha Soliq kodeksining 103-moddasiga asosan aynan ortiqcha undirilgan soliq summasi soliq to'lovchiga qaytariladi yoki keyingi soliqlar uchun soliq to'lovlari uchun hisobga olinishi lozimligi ko'rsatilgan. Qonunchilikning boshqa normalarini izlanib topib ko'radigan bo'lsak, aynan arizaga asosan qisman yoki to'liq qaytarilishi kerak soliq to'lovchining arizasiga asosan. Bunaqa holatlarda juda ham ko'p nizolar vujudga keladi. Qachondan boshlanishi kerak davom muddati? Soliq to'lovchiga ma'lum bo'lgan kun yoki sudning qarori qonuniy kuchga kirgan kundan boshlab.